Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va ustozlar. Demak, amaliy matematika 4-5 sinflar uchun kitobini birinchi mavzusini o'rganish va qismi, ya'ni birinchi testni yechimlarini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Xo'p, birinchi misolimizda qo'shni bajaring va mos javoblarni belgilang deyapti. Bu misolimiz yangi turdagi, ya'ni test turiga kiradi. Ya'ni bu yerda 4 ta variant va 4 ta javob bor. Shu to'rala javoblarni moslashtirib chiqishimiz kerak. Xo'p, ko'pchilik o'rganib qoldi. Amaliy matematika kitoblarimizda quyidagicha testlar juda ko'p. Demak, ketdik. Xo'p, 8 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 13, biri dilda turib turadi. 6 ga 6 12 13, biri dilda yana 5 ga 2 7, dildagi bilan 8. Xo'p, 4 ga 3 7. Mana shu 7833 degan javob mana to'g'risida A javobda turibdi ekan. Demak, 1 ga A variantini qidiramiz. Qaranglar. Qolganlarni ham tekshirib qo'yishimiz kerak. Hozir test ishlayotganimiz uchun, ya'ni bu yerda yechim qilayotganimiz uchun aynan D javob bo'ladi. Lekin sizlar ko'p holatda qolgan variantlarni ham tahlil qilib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Keyingi ikkinchi savol, qo'shni bajaring va mos javoblarni xo'p belgilang deyapti. Demak, qo'shib chiqamiz. 0 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak 0, 0 ga 0 yana 0. Xo'p, 6 ga 4 0, bir dilda. 5 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 6, dildagi bilan 7. Xo'p, bu yoqda 2 qolyapti. Demak, 2. 2000 27000 degan javob. Mana bu S javobga to'g'ri kelyapti. Demak, S variantimiz B javobda bor. Demak, buni javobi B. Xo'p, keyingi uchinchi qo'shni bajaring va mos javoblarni belgilang. 1 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 6, 4 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak 10, ya'ni 0 ni yozamiz bir dilda. 5 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 6, dildagi bilan 7. Xo'p, 6 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 8, 3 38700. Hop, 6. Bu D javobda bor. Qaraydigan bo'lsak D javobda turibdi ekan. Hop, keyingi quyidagi ketma-ketlikni davom ettiring deyapti. Qaraydigan bo'lsak 555 620 600 hop 85 nechadir qo'shilib ketyapti. Qaraydigan bo'lsak, mana bu 620 hosil qilish uchun hop 65 qo'shilyapti. Ya'ni plus 65 qo'shilyapti. Bunisiga ham plus 65 qo'shilyapti. Demak, qonuniyat 65 ni qo'sh. Demak, bunga 65 ni qo'shadigan bo'lsak, hop, necha hosil bo'ladi? 5 ga 5 qo'shsak 0 bo'ladi. 6 ga 8 14, dildagi bilan 15, yana bir dilda 6 bilan 7 750 bo'lar ekan. Demak, 4-chi testning javobi 750. Bu D javobda mavjud ekan. Keyingisi 5-savol. 5-savolga keldik. 5-savol. Quyidagi ketma-ketlikni davom ettiring deyapti. Demak, xo'p, ko'rib chiqadigan bo'lsak 65, ya'ni 365 464 hosil bo'lyapti. Demak, bunga necha qo'shilyapti? 99 qo'shilyapti. 99. Bunisiga ham 90 plus 99 qo'shilyapti. Demak, bunga 99 ni qo'shadigan bo'lsak 662. Bu D javobda bor ekan. Xo'p, keyingi 6-savolga keldik. Ya'ni eng katta bir xonali son bu 9. 2 xonali va 3 xonali sonlarning yig'indisini toping deyapti. Yani eng katta bir xonali, eng katta 2 xonali va eng katta 3 xonali sonlarning yig'indisini topishimiz kerak ekan. Hop, 3 ta 9 ni qo'shadigan bo'lsam 27, ikkisi dilda turadi. Ya'ni 2 ta 9 ni qo'shadigan bo'lsam 18, 20 bo'ladi. Ya'ni ikkisi dilda. Bitta 9 11 bo'ladi. Ya'ni 1107. 1107. Bu B javobda mavjud. 7-savol. Hop, kecha ya'ni birinchi qismini ishlab ko'rgandik. Ya'ni birinchi qismi, ya'ni shu mavzuning birinchi qismida quyidagicha savol bor edi. Ya'ni A, B, C bir-biridan farqli raqamlar uchun A plus B minus C ning eng katta qiymatini toping deyapti. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, A, B, C lar raqam bu 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar hisoblanadi. Demak, mana shunda eng katta qiymat chiqish uchun A ga
farqli raqamlar degani uchun A ga 9, B ga 8 va mana bu C ga 0 olaman. Sababi eng katta qiymat qabul qilishim uchun mana bu qo'shilayotganlarga eng katta, ayrilib ketayotganga kichik. Ya'ni o'tgan safar birinchi qismda bu narsani tushuntirgan edim. Javob 17, ya'ni B javob bo'lar ekan. 8. 901 dan kichik 3 xonali natural sonning raqamlar yig'indisi eng ko'pi bilan necha, ya'ni eng ko'pi bilan nechiga teng bo'ladi deyapti. Qaranglar. 3 xonali son deyapti va raqamlar yig'indisi eng ko'pi bilan necha bo'lishi kerak deyapti. 900 dan kichik bo'lishi uchun agar mabodo 900 yozadigan bo'lsam, bu raqamlar yig'indisi 9 chiqadi. Lekin 8 9 9 deydigan bo'lsam, buni raqamlar yig'indisi naborot ko'proq chiqadi. Ya'ni mana bu 18, 18 ga 8 26. Demak, eng ko'p bilan 26 chiqishi mumkin ekan. Tushunarli? Xo'p, 13, ya'ni 9. 13 ga qarali eng kichik va eng katta 3 xonali sonlarning yig'indisini toping deyapti. Demak, eng kichik 3 xonali son bu 104 adashmasam, eng kichigi, eng kattasi esa eng kattasi. Buni topish uchun quyidagicha ish qilsak ham bo'ladi. Qaranglar, 999 ni 13 ga bo'lib yuboramiz. 99 ichida 7 ta bor, 91 ayirorsak 8, 89 ichida 6 ta bor. Demak, 76 kara 13 ni hisoblaymiz ekan. Bu yoq qoldi qolib ketyapti. 76 kara 13 ni hisoblaymiz. 76 kara 13. Hisob kitob qilamiz. 6 kara 3 18, biridilda 21 22, bu yog'i 6, bu yog'i 7. Hop, 8 8 9 988 ekan 3 xonali sonning eng kattasi. 104 ni qo'shib olamiz. Hop, 2 9 10. 1092 da javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 10-savol. A plus B minus C 34 bo'lsa deyapti. Demak, qaranglar, e'tibor beringlar. O'tgan safar buni ishlab chiqdik. Ya'ni 356 plus 13 ko'paytirilgan, ya'ni hammasida 13 ni xavfdan tashqari chiqarib olsam, A plus B minus C qiymati keladi. Buni qiymati esa 34 ni tashkil etar edi. Demak, men 13 ni 34 ga ko'paytirib, hop, 356 ga qo'shib yuborishim kerak. 356 qo'shilgan. Hop, 13 tasi 340 ga. Kelar, mana alohida yozib o'ray. 340 ga. Hop, 3 tasi 90, 102. 102. Mana shuni alohida qo'shib chiqaman. 6 ga 2 qo'shilsa 8. Hop, 5 ga 4 9. Hop, bu yog'i 3 6 7. 798 degan javob bo'lar ekan. Demak, 11-savolga keldik. 11-savolimiz eng kichik 3 xonali toq sonni eng katta, ya'ni eng kichik 3 xonali toq son bu 101. 101. Eng kichik toq son. Eng katta 3 xonali songa qo'shing. Eng katta 3 xonali sonimiz 999. Qo'shamiz 1 ga 9 10, biridilda 9 10, yana biridilda, bu yog'i 10 11, 1100. 1100. Keyingisi 12. Eng katta 5 xonali juft son, ya'ni eng katta 5 xonali juft son 9 9 9 9 8 bo'ladi. Xo'p, raqamlar yig'indisini toping deyapti. Ya'ni raqamlar yig'indisi 4 ta 9, 4 kara 9 plus 8 qilib hisoblasak ham bo'ladi. 36 ni qo'shamiz 8 ga. 44. Demak, A javob bo'lar ekan. 13 ga keldik. Ya'ni 13-savol. 13-savolda A plus B plus C 30 bo'lsa deyapti. Demak, 54 plus 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsam mana bu ifodadan A plus B plus C holat keladi. Demak, buni qiymati esa 30 ga teng edi. 2 kara 30 60. 54 kara, ya'ni 54 kara emas, qo'shilgan 60 bu 114 ni tashkil etadi. Demak, A javob bo'lar ekan. Xo'p, endi 14-savol. A, B va C bir-biridan farqli raqamlar uchun A plus B plus C ning eng kichik qiymatini toping deyapti. Eng kichik qiymatini toping deganicha eng kichkina raqamlardan foydalanaman. 1
2. Yig'indi 3 bo'ladi. Bundan katta bo'lishi mumkin, lekin eng kichik holati mana shu holat bo'ladi. 15-savol. Noma'lumni toping deyapti. Demak, 2 ga nechini qo'shsak 7 bo'ladi desa, 5 ni qo'shsak, 2 ga nechini qo'shsak 5 bo'ladi desa, 3 ni qo'shsak, 7 ga nechini qo'shsak 9 bo'ladi desa, 2 ni qo'shsak, 1 ga nechini qo'shsak 5 bo'ladi desa, 4 ni qo'shsak, 6 ga nechini qo'shsak 5 bo'ladi desa, endi 9 ni 15 bo'ladi. Bir dilda ortib qolib, mana bu 5 ga 1 qo'shilganda 6 bo'lib qoladi. Endi bizga qaychi, ya'ni 9, soat esa 3 qo'shishimiz kerak. Yig'indi 12. 12 javobimiz B javobda ma'lum. Xo'p, quyidagicha qaranglar, hozirgi misolni mana bu 9 4 2 3 5 9 4 9 4 2 3 5 2 3 5 yana yozib yurmadik. Quyidagicha so'rayapti. Endi menga kitob 4 bo'ladi, mana bunisi 5 bo'ladi. Qo'shganim 9 ga teng. Demak, A javob bo'lar ekan. Mana shunday holatda ishlasak ham bo'ladi. Demak, 17-savolga yetib keldik. 17-savolda 8 3 1 5 2 7 6 ushbu berilgan raqamlarni kataklarga shunday joylashtiringki, natijada eng kichik ayirma hosil bo'lsin. Eng kichik ayirma hosil bo'lishi uchun birinchi katakka, ya'ni birinchi 5 xonali son tuzayotganimizda eng kichik 5 xonali son tuzishimiz kerak. Buning uchun 1 2 3 5 chunki 4 yo'q va 6. Bu yerda esa eng katta, ya'ni 8 7. Ayirib yuboramiz. 16 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak 9, 14 dan 8 ayiradigan bo'lsak 6, bu yerda 2 qolgan, 2 2 1. 12269. 12269 demak A javob bo'lar ekan. 18 da ushbu berilgan raqamlarni kataklarga shunday joylashtiringki, natijada eng katta ayirma hosil bo'lsin. Ana endi hosil bo'lgan ayirma nechiga teng bo'ladi deyapti. Eng katta ayirma hosil bo'lishi uchun mana bu kataklarga kattasini qo'yib chiqamiz. Ya'ni 8 7 6 5 hop 3 4 yo'q. Endi bu yerga eng kichigini 12 ni qo'yamiz. 3 dan 2 ketsa 1, 5 dan 1 ketsa 4. Hop bu yog'i 6 7 8. 87641. 87641. 87641 bu S javobda bor ekan. Demak, 18-savolimizga S javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, 19-savolda ushbu doskaga yozilgan sonning o'nlar xonasidagi, ya'ni o'nlar xonasi mana bu xona, ya'ni 7. Raqamni millionlar xonasidagi raqamga qo'shing. Natija necha bo'ladi deyapti. Mana millionlar xonasi. Demak, biz 8 ga qo'shamiz 7 ni 15 bo'ladi. Javobimiz A javob bo'lar ekan. 20-savol. Ushbu doskada yozilgan sonning birlar xonasidagi raqamni birlar xonasida 6, millionlar xonasidagi 8 qo'shganda natija necha bo'ladi? 8 ga 6 bu 14. Demak, javobimiz B javob. 21. 21. Quyida berilgan sonlarni o'sish tartibida joylashtirib chiqilsa, 3-da qaysi son kelishini toping. Ya'ni o'sish tartibi degani kichigidan kattasiga qarab joylashtirib chiq degani. 51000, 52000, 52000, 51000, 51000. Demak, 52000larni qaysi bir kattaligini ko'rib chiqamiz. 52671, 52176. Demak, birinchi oxirgi o'rinda mana shu turar ekan. Chunki kichigidan kattasiga qarab ketishimiz kerak. 5-o'rin, 4-o'rin. Endi 3-chi, 2-chi, 1-chi o'rinlarni aniqlab chiqishimiz kerak bo'ladi. 51276, 51267, 51600. Demak, mana bu 1-chi o'rinda, mana bu 2-chi o'rinda, mana bu 3-chi o'rinda turadi. Shunda tartib bilan joylashadi. Bizga 3-chi o'rinda esa 51627, 51627 bu B javobda bor ekan. Quyida berilgan sonlarni o'z tartibida joylashtirib chiqilsa, 4-chi o'rinda qaysi son keladi?
Demak, bizga o'sish tartibida degani uchun mana bu birinchi o'rinda 51267, 51276 ikkinchi o'rinda, 51627 uchinchi o'rinda, xo'p 52100 to'rtinchi o'rinda, bu 5-chi o'rinda. Demak, bizda 5-chi o'rinda 52000, 4-chi o'rinda 52176, 52176. Bu A javobda mavjud. Xo'p, keyingi savolimiz so'roq o'rnida qaysi, ya'ni sonni toping. Ya'ni so'roq o'rnidagi sonni topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu yulduzcha bilan lampochkani yig'indisini topishimiz kerak bo'lar ekan. Qaranglar, 4 ga 3 ni qo'shsak 7, 1 ga nechini qo'shsak 6 bo'ladi. Albatta 5 ni. 9 ga 0 9, nechini qo'shsak 7 bo'ladi desa 3 ni. Bo'ldi, bizga shu kerak. Yulduzcha 3, lampochka 5, yig'indi esa 8. Bu D javobda mavjud. 24-savol. Xo'p, ayirmani, ya'ni mana bu ayirmani qiymatini topishimiz kerak. 4 ga 7, bu yog'i 5 bo'ladi, bu yog'i esa 3 bo'ladi. 5 dan 3 ni ayirib yuboramiz. Yig'in ayirma 2 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, 26-savol. 26-savolda nimadir degan. 25-savol qolib ketyapti. 25-savol. Doskada yozilgan raqamlardan tuzilgan eng katta 6 xonali sondan eng kichik 4 xonali sonni ayirsa qanday natija bo'ladi deyapti. Eng katta 6 xonali son bu 8, 7, 5, 3, 1, 0. Shundan eng kichik 4 xonali son, eng kichik 4 xonali son degan uchun birinchiga 1 qo'yaman, 0 qo'ya olmayman va undan keyin 0 qo'yaman. Keyin 3 qo'yaman, keyin 5 qo'yaman. Ayirib yuborsa deyapti. Qanday natija olaman deyapti. Xo'p, 5 qoladi, bu yerda 1 qo'ygan 7 qoladi, bu yerda 2 qoladi, bu yerda 4 qoladi, bu yerda 8, 7, bu yerda 8. 87000 yo'q. 874275. 874275 mana C javob bo'lar ekan. Doskada yozilgan raqamlardan tuzish mumkin bo'lgan, ya'ni tuzilgan eng kichik 6 xonali songa, eng kichik e'tibor beringlar, 6 xonali songa tuzilgan sonning oxirgi 2 raqamni o'chirganda hosil bo'lgan sonni qo'shing. Oxirgi, xo'p, eng kichigi 1, 0, 3, 5, 7, 8. Shunga oxirgi ikkita raqam 7, 8 o'chirilganini qo'shing deyapti. Ya'ni 1, 0, 3, 5. Qo'shamiz. 13, biradilda 10, 11, yana biradilda 6, bu yog'i 4, 0, 1. 104613. 104613 bu D javobda mavjud. Xo'p, 27-savol. So'roq o'rnidagi sonni toping deyapti. Qaranglar. Bunga buni qo'shganim 5706, ya'ni 57618 chiqar ekan. Yulduzchaga mana bu 34511 ni qo'shsam mana bu chiqar ekan. Demak, yulduzchani topish uchun 67103 dan ayirib yuborishim kerak 34510 ni. Ayirib yuboraman. 3 qoladi, 9 qoladi, 6 qoladi. Xo'p, 9 emas, 5 qoladi. Mana bu yerda 5 qolar ekan, uzr. Bu yerda 6 bo'lsa 2 qoladi, bu yerda 3 qoladi. 32000. Endi bu ikkovini qo'shganim bu yulduzchani berar ekan. Demak, bu yerga 57000 57618 ni 67103 ga qo'shaman. 11 biradilda 2, hop 7, 14, 11, 12. 124721. Endi ayirib yuborishim kerak. 32, 5, 9, 3. Ayirib yuboraman. Hop, 1 dan 3 ketsa, bu 11 dan 3 ketadi degan 8 qoladi. 11 dan 9 ketsa 3 qoladi. 11 dan ketsa 2 qoladi, uzr. Xo'p, bu yerda 6 qolgan, 6 dan 1, bu yerda 2, bu yerda xo'p 9, 92128, 92128.
Mana bu javobda bor. 28-savol. 28-savol yana o'sha qoida. 42157 dan 20143 ni ayirib yuborsam mana bu yulduzcha kelib chiqadi. Demak, 7 dan 3 ketsa 4, 5 dan 1 4 ketsa 1, 1 dan 1 ketsa 0, 2 dan 0 ketsa 2, 4 dan 2 ketsa 2. 22000. Endi ikkovini qo'shganim, ya'ni 32635 ga 42151 ni qo'shganim, 57 ekan, uzr. Hop, qo'shganim mana bu yulduzchani beradi. 12 8 9 hop 7 4 7. Endi ayirib yuborishim kerak ekan 22014 ni. Ayirib yuboramiz. 12 dan 8, 8 dan 7, hop 7 dan 7, 4 dan 2, 5, 52778. Mana shu joyda test xato bo'lib qolgan, ya'ni 28-testimiz xato bo'lib qolgan. Sizlar yangi nashrda, ya'ni nashrdan chiqqandan keyin bu kitob qo'lingizga yetib boradi. Demak, unda to'g'rilangan bo'ladi. Biz hozir nashrdan chiqmasidan oldin video yechimini qilib chiqyapmiz. Demak, bu to'g'rilangan bo'ladi. 52778 degan javob chiqishi kerak. 29-savol. Anvar cho'ponda 125 ta, Sherali cho'ponda esa undan 43 ta ko'p qo'y bor deyapti. Demak, 125 ga qo'shamiz 43 ta ko'p bo'ladigan bo'lsa 8 6 1 168 ta. 68 ta qo'y bor. Endi ikkala cho'ponda jami nechta qo'y bor deyapti. Demak, biz 168 ga 125 ni qo'shib olamiz. Qarasalaring 168 degan javob bor. Shipillab belgilab qo'ymaysizlar, chunki masalan davomi bor. Demak, 3 yog'i 8 9 yog'i 2. 293 ta, ya'ni B javob bo'lar ekan. Va oxirgi savol 30. Ya'ni 254 dan katta nechta 3 xonali son mavjud? Ya'ni katta degan uchun 255 dan boshlab sanashni boshlayman. 255 dan 999 gacha 3 xonali hisoblanadi. Demak, qoida bor. 999 dan 255 ni ayirib plus 1 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsam, nechta natural, ya'ni nechta 3 xonali son borligi topiladi. 9 dan 5 ayirsak 4, 9 dan 5 ayirsak 4, 9 dan 2 ayirsak 7. Qo'shib qo'yamiz 1 ni. 745 ta. 745 ta 3 xonali son mavjud ekan. Demak, birinchi dars ko'p xonali sonlarni qo'shib ayirish, Uguaysova qismi ham va nihoyat yakuniga yetdi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.